Bu darslarimiz orqali birodarlar, islomimizni tarixini, uning ulug' shaxsiyatlarini, hayotini o'rganamiz. Bu shunday bir insonlarki, yuksaklikka, ulug'likka, buyuklikka yetishgan kishi. Bular nafaqat ummatu Muhammadiyaga, balki butun insoniyatga yangi narsani taqdim qilib ketgan insonlar. Yana ularni mana shu martabaga, maqomga yetishiga sabab bo'lgan ishlarni ham ko'rib chiqamiz. Ularni mana shu ulug'likka yetaylagan sirlar haqida ham xabardor bo'lamizki, takror aytyapmiz, shoyat ummat ularni mana shu sirlardan boxabar bo'lib, ularni mana shu qilgan ishlarini takrorlab, yana ummatu Muhammadiyani peshqadamlikka yetaylasa. Abdurrahmon ibn Amr al-Avzoi, Imom Avzoi, bu kishi Livandan bo'lgan. Livanliklar bu kishi ularning imomi ekanligi, ularning peshvosi ekanligi bilan faxrlanishadi. O'zi ummatu Muhammadiya faxrlanishga arziydigan inson bo'lgan. Bu kishi dunyoda mana Livanda Baalbakda dunyoga keldi, yetim holida. Yetim bo'lgan bu kishi. Darsimizning muqaddimasida aytdik, insonlarni ulug'likka yetaylagan sabablardan bittasi otasini yo'q bo'lishligi. Chunki aytdik, yetim bola ertaroq ulg'ayishlikka majbur bo'ladi. Ertaroq katta bo'ladi. Mas'uliyatni his qiladi. Yetimlarni parvarish qilayotgan, yetimlarga bir xayriyat qilayotgan bir xayriya fondlarini rollari bor. Yetimlarga yordam beriladigan ma'noda, shuni yetimlarni ko'rsatganda ularni bir bechora, hech kimga kerak emas, nochor, hech narsaga bir yaramaydigan odamdaqa qilib ko'rsatishadi. Yo'q birodarlar. Mana shu yetimlik. Hozir aytdik, ularni ertaroq mas'uliyatni his qilishlikka majbur qiladi. Ertaroq ularning shaxsiyati yetiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham yetim bo'lganligi birodarlar siz bilan bizga o'zi kifoya. Ertaroq ulg'ayadi. Endi bu degan otasi bor odam albatta ulug' inson bo'lmaydi degan gap emas. Faqat otalar shuni tushunish kerakki, bolalarni bo'g'ib qo'ymaslik kerak. Ixtiyorni berish kerak. Ayrim ishlarga o'zi ixtiyori bo'lsin. Ayrim ishlarda qarorni o'zi qabul qilsin. Keyinchalik mas'uliyatini ham ko'tarishni o'rgansin. Dadam kelsin, dadam aytadi. Bo'pti, dadam kelsinchi so'rab aytaman sizlarga javobini. Unaqa bo'lmaydi. Ertaroq katta bo'lishi uchun bolalarga xuddi katta odamdek bir muomala qilish kerak, ularga erkinligini berishlik kerak bo'ladi. Kibor ulamolarga ro'baro bo'lishidan avval Imom Avzoi onasining qo'lida tarbiyada bo'ldi, ko'p safar qildi. Va mana shu safar ham u kishining shaxsiyatiga albatta ijobiy ta'sir o'tkazdi. Ibn Kasir aytadi, podshohlarning, xalifalarning, vazirlarning, savdogarlarning, ulamolarning va boshqalarni Imom Avzoidek axloqli, odobli, aqlli, taqvoli, bilimli farzandi bo'lgan emas. Alloh taolo bergan nodir bir qobiliyat, iste'dod edi. Va mana shu iste'dodini u kishi ertaroq angladi va ustozlarning yordamida undan unumli foydalandi. Siz bilan biz bilib turgan mana Imom al-Avzoi martabasiga yetdi. U kishi hikmat egasi edi. Qanday so'z aytmasin, ham suhbatlari bu so'zlarni go'zalligidan yozib olmay boshqa iloji qolmas edi. Imom Avzoi faqatgina mana shu narsasi bilan mashg'ul bo'lmagan edi. Yana u kishi ilmi bilan mashhur va mana shu ilmiga amal qilganligi bilan mashhur edi. Birodarlar, ilm qachon ilm bo'ladi? Agar unga amal qilinsa. Agar amal qilinmasa, u faqat ma'lumot bo'ladi. U kishi ilm xazinasi, hikmat bulog'i edi. O'zining zamonasining sayyidi edi. U haqida aytishardi, u fiqh va ilmning markazi. Ibn Kasir aytadi, u o'zining yurti ahlini va boshqa yurtlarni ham ilm bilan boshqardi. Fiqhda, hadisda, Rasulullohning g'azovatlari haqidagi ilmda. Imom Avzoi birodarlar tobein bo'lgan. Tobiinlardan katta bir jamoani ko'rgan. Imom Avzoini shogirdlari birodarlar mana Malik ibn Anas, ya'ni Imom Savri, Imom Zuhri. Bu kishilar Imom Abu Hanifadek, Imom Shofiiydek ilmga bo'lgan kishilar. Shularga Imom Avzoi ustoz bo'lgan. Ko'pchilik imomlar o'zining zamonasida u kishining imomatini, adolatini, fazlini tan olishgan. Mana Maliki mazhabini boshlig'i Imom Malik aytadi, Avzoi unga ergashiladigan imom. Sufyon ibn Uyayna aytadi, Avzoi o'z zamonasining imomi edi. Kimlar baho beryapti bularga?
o'zini zamonasida islom tarixida eng ko'zga ko'ringan ulamolar. Ibn Kasir aytadi, Imom Avzoyi haj qilganida Makka ga keldi. Makka ga kelganligini eshitgan Makka ulamolari u kishini istiqboliga chiqdi. Ana shu Makka ga kelgan kishilardan Sufyon as-Savri va Imom Malik ham bor edi. Avzoyini kelganligini eshitdi, ulardan boshqa imomlarga qo'shilib chiqdi, olimlarga qo'shilib, Sufyon as-Savri Avzoyini mingan tuyasini ipini ushlab so'daradi. Imom Malik ibn Anas Avzoyini mingan tuyasini orqasidan haydab ketdi. Qarang, kimlar hurmat ko'rsatyapti, kimlar u kishiga ta'zim bajo keltiryapti. Shu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Kishini ulug'likka, buyuklikka yetaklaydigan ishlardan, sabablardan bittasi kamtarlik, kibr qilmaslik. Imom Malik kim? Sufyon as-Savriylar kim? Mana shu kishilar shunday martabaga ega bo'lishiga qaramasdan, o'zlaridan ilmliroq odam kelgan paytda kibr qilmasdan oldiga borib, xizmatida qoyim bo'lib turishibdi. Bu kitob o'qiyotgan, kitob o'qib yurgan ukalarimiz, ilm talabida yurgan birodarlarimiz o'rganish kerak bo'lgan narsa. Kibr degan narsa, birodarlar, faqat Alloh taologa xos. Kibr nima edi? Haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Agar yuksaklikni istasak, o'sishni istasak, kibr qilmaylik, akalar, ukalar. Mana shu Makka ahli aytadi, Avzoyi va Imom Malik o'tirib bahs qilishdi. Imom Malik bilan Imom Avzoyi. Peshindan asrgacha, asrdan shomgacha. Avzoyi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mag'ozilari, g'azovatlari haqidagi ilm bilan Imom Malikni ko'mib tashadi. Imom Malik esa fiqhiy masalalar bilan, fiqh ilmi bilan Avzoyini ko'mib tashladi. Mana birodarlar, biri ikkinchisidan kibr qilmasdan foydalanyapti, biri bilmagan narsani ikkinchisidan o'rganyapti. Ilmdan ikkita odam to'silib qoladi. Bittasi mutakabbir odam, ikkinchisi o'ta tortinchoq odam. Mutakabbir odam, shundan so'raymanmi deydi-da kibr qilib o'rganmaydi. Ikkinchisi shuni ham so'raymanmi deydi-da, oshiqcha tortinchoqlik bilan ilmdan to'silib qoladi. Bilasizlar, hamma yaxshi xulq ikkita yomon xulqning o'rtasida turadi. Ya'ni hech narsadan qo'rqmaydi. Hamma yo'qdan qo'rqadi. Mana ikkita narsa. Tomdan tasha desa tashlab yuboradi. Arslonni qafasga kir desa kiraveradi. Bu yomon, bu jinnilik, bu jasorat emas bu. Bu hamma yo'qdan qo'rqaveradi, o'zini ko'lankasidan ham. Endi haqiqiy yaxshi xulq nima? O'rtasi. Qo'rqish kerak bo'lgan narsadan qo'rqadi, ehtiyot bo'ladi, qo'rqmaslik kerak bo'lgan narsadan yana qaytarib aytamiz. Har qanday yaxshi xulq ikkita yomon xulqning o'rtasida turadi. Biz ilm o'rganishimiz uchun bizda kibr ham bo'lmasligi kerak, oshiqcha tortinchoqlik ham bo'lmasligi kerak. Imom Avzoyi o'zining ibodatida, tabattulida sahobalar bilan bellashadigan edi. U kishida tavozun bor edi. Mana darsimizni birinchisida aytdik, tavozun bo'lish kerak bizda. Balans dedik. Diniy ilmlarga berilgan odam faqat diniy ilmlar bilan shug'ullanib, dunyo ilmlarini tashlab olmasligi kerak. Tavozun bo'lish kerak. Ruhoniyatning yuksalishiga sabab bo'ladigan tahajjud namozi, Qur'on qiroati, zikrlar bilan mashg'ul bo'lib turib, birodarlar, jasadini, tarbiyasini tashlab qo'ymaslik kerak. Yeyish kerak, ichish kerak, uxlash kerak, sport bilan shug'ullanishlik kerak, balans bo'lish kerak bizning tilda aytganda. Uni ham ushlaymiz, buni ham ushlaymiz. Imom Avzoyi mana shunday inson edi. Demak, bu ulug'larimizning shaxsiyatida tavozun bo'lgan. Bizning tilda balans bo'lgan. Bir tomonda ikkinchi tomonda o'tkazib yubormagan. Imom Avzoyini peshqadam bo'lgan nuqtasi ilm edi, lekin boshqa sohalarda ham u kishi musulmonlarga peshvo bo'lar edi. Imom Avzoyi Robbisiga bo'lgan ibodatni har turini o'zida jamladi. Ixlos, qalbining musaffoligi, musulmonlarga shafqatli bo'lganligi, ularga nasihat bo'lganligi, Alloh uchun ko'z yosh to'kishlik hammasidan bor edi. Hammasidan bor edi. Ibn Asokir aytadi, Avzoyi ibodati ko'p, namozi go'zal, taqvodor, rohib, uzoq sukutli inson edi. Ibn Ajlan aytadi, Avzoyidan ko'ra musulmonlarga shafqatliroq, nasihatgo'roq boshqa kishini ko'rmadim. Shunday ilm ahllari bor, ilmlik, lekin
ummatga shafqati yo'q. Shiddat, qattiqlik, qo'polligini o'ziga yo'l qilib olgan. Birodarlar, mana Alloh taoloning Ar-Rafiq ismini o'qiganimizda Rasululloh aytdilar: "Ey Oysha, muloyimlik, yumshoqlik qaysi ishda bor bo'lar ekan, shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda shu muloyimlik yo'q bo'lar ekan, shu ishni xunuk qiladi" dedik. Dindor odam muloyim bo'ladi. Chunki Robbisi Ar-Rafiq, muloyim. Musulmon odam nasihatgo'y bo'ladi, shafqatli bo'ladi. O'ziga fatvoda qattig'ini oladi, lekin haloyiqqa fatvoni yengilini aytadi. U kishi haqida yana aytilinadi, qahqaha otib kulganiga guvoh bo'linmagan deydi. Ibn Kasirdan uning majlisida o'tirganlar uning nasihatidan, uni suhbatidan albatta yig'lashar edi. Ko'zi bilan ham yig'lar edi, ko'zi bilan yig'lamagani qalbi bilan yig'lar edi. Uni hamrohlari aytishadi, Avzoyi o'zining majlislarida yig'lamaslikka haris edi, ixlosli edi. Alloh uchun to'kayotgan ko'z yoshini odamlarga ko'rsatishni xohlamas edi. Ammo yolg'iz qolsa, unga rahim qilinadigan darajada qattiq yig'lar edi. Jarh va ta'dil ilmining peshvosi bo'lgan Yahyo ibn Ma'in aytadi, ulamolar 4 ta. Ya'ni o'zini zamonasini qarab aytayapti, ulamolar 4 ta. Savri, Abu Hanifa, Malik va Avzoyi. Valid ibn Muslimdan: agar Avzoyi subhini o'qisa, kun chiqqunicha Allohni zikr qilib o'tirardi. Ko'ring, ilm ham bor, zikr ham bor, kechasi bir namozga turish ham bor, yig'lash ham bor, amr ma'ruf nahy munkar ham bor, xalqqa, ummatga shafqat ham bor. Bir sohada turib qolmagan bu insonlar. Bir ayol Avzoyini onasining huzuriga kirdida, ana shu ayol Avzoyi namoz o'qiydigan yerni ho'lligini ko'rib turib, bu namoz o'qiladigan joyini bilmasdan, bir yosh bola bavul qilib qo'yib shekiliga dedi. Ya'ni shu gilonmidi, nima edi? Ho'l bo'lib ketgan edi. Shunda onasi aytdiki, "Yo'q, bu meni o'g'limni sajdada turib yig'lagandan to'kilgan ko'z yoshlaridan nima?" deb javob berdi. Gilon ho'l bo'lib ketkichi yig'lar edi. Kim? Imom Avzoyi. Va buni birovga ko'rsatishni xohlamas edi. Mana shuncha ibodatiga qo'shimcha ravishda, deydi Ibn Kasir, o'ta karamli inson edi. 70 ming dinor oltin meros olgan edi. Lekin buni dunyosiga sarflamagan o'zini. Infoq ehson qilgan faqir bechoralarga ilm yo'liga vafot etganda 7 dinor pul qolgan ekan. Shu 7 dinor pulini u kishini janozasiga odamlar sarf qilishgan bo'ldi. Taqvo vorosgo'ylikda juda haris edi. Yolg'on gapirmas edi. Bir kuni bozorga chiqsa, piyoz sotayotgan savdogar, "Ya basol ahla minal asal" deb maqtayotgan ekan. "Ey, bu piyoz asaldan ham shirin piyoz." Reklama bu. Biz bu parvo ham qilmaymiz. Imom Avzoyi buni eshitib g'azablandida, subhanalloh. Bu kishi yolg'onni munboqda biladimi? Endi bizning zamonamizda savdogarlarda, hunarmandlarda mana shu yolg'onga bo'lgan e'tiborni bir mulohaza qilib qo'yaylik. Bir mulohaza qilib qo'yaylik. Imom Voqidi aytadi, Imom Avzoyi kulmay qo'ygan ekan. Shuni sababini so'rashdi. Avzoyi kunlarning birida dedi: "Shu kunlardan avval kulib o'ynar edik. Ammo bizga odamlar iqtido qila boshlaganlardan keyin shu ishlar bizga to'g'ri kelmasligini angladik. U narsalardan ehtiyot bo'lishligimiz lozim." Ya'ni kulib hamma qatori yurar edim, ammo odamlar menga iqtido qilib, menga ergashishni boshlagandan keyin bu narsalarni o'zimga loyiq deb bilmadim dedi. U kishi munkarni yo'q qilishlikka, munkarni qaytarishlik uchun ko'tarilgan qilich edi. Payg'ambarimiz haqida, sahobalar haqida biror kishi nojo'ya so'z aytsa, albatta uni o'rniga qo'yib qo'yar edi. Bilasizlar, bu davrlar Abbosiylar davri bo'lgan. Ummaviylarning xilofatini ag'darib, Abbosiylar xalifaligi barpo qilindi. Mana shu Abbosiylarning xalifalari, Abbosiylarning amirlari haddan oshib ayrimlari juda ko'p qon to'kdi. Ummaviylarning qonlarini, ularning mol-mulklarini musodara qilishdi, Shomdan ularni haydab chiqarishdi. Bu qissani Ibn Kasir keltiradi, Imom Avzoyi o'zi qissa qilib beradi buni. Avzoyi Damashqqa kirganida shaharning
ana shu zolim amiri o'zini huzuriga chaqirtirdi. Juda ko'p ummaviylarda qonun oqizgan zolim amir. Ammo Avzoyi chaqirig'iga labbay deb bormadi. 3 kundan keyin kechikib bordi. Mana endi Avzoyi o'zi hikoya qiladi. U amirning huzuriga kirdim. U o'zini kursida o'tirar edi, qo'lida temiri bor. Yerni urib o'tiribdi. Uning atrofida esa uni qo'llarida qilichlarni ushlab turishar edi. Salom berdim, salomga alik olmadi. Mana endi amri ma'ruf nahy munkarni qanday qilgan bu kishi? Amirlarga qanday jur'at bilan gapirgan? Qo'lidagi temir bilan yerni urib turib, "Ey Avzoyi, anavi zolimlarning qo'lidan mulkni tortib olganimiz haqida nima deysan? Ummaviylarni yo'q qilib, biz ulardan xalifalikni tortib oldik. Mana shu ishimiz jihodmi?" Men, "Ey Amirul Mu'minin, Umar ibn Xattobdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh aytadilar, "Innamal a'malu binniyat" deb javob berdim. Ya'ni amallar niyatga bog'liq. Nima niyatda ularni qonun oqizdinglar? Nima niyatda ular bilan urushdinglar? O'shunga yarasha ishinglar dedi. Qo'lidagi temirni qattiqroq yerga urishni boshladi. Ya'ni jahli chiqdi. Atrofidagi xizmatkorlar esa qilichni mahkamroq ushlashdi. Buyursa-yu chof tashlasa, chunki bu amirga bunday deb bo'lmas edi. Amir yana so'radi. Banu Umayyaning qonlari haqida nima deysan? Qonuni ko'p oqizishgan. Nima deysan? Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisini aytaman. Rasululloh nima degandilar? Allohdan o'zga iloh yo'q deb, meni Allohning rasuli deb iymon keltirgan kishining qoni faqat 3 o'rinda halol bo'ladi. As-sayyibu zani, oilali bo'lib turib zino qilsa, va nafsu bin nafs, qasddan birovni o'ldirsa va dinni tark qilib murtad bo'lsa dedi. Ya'ni noto'g'ri qildinglar deganimi bu? Payg'ambarimiz aytgan 3 o'ringa tushsa, demak qilgan ishlar to'g'ri bo'ladi degani. Amirni jahli chiqdi-da, yana ham qattiqroq yerni urishni boshladi qo'ldagi temir bilan. Yana so'radi. Biz ulardan tortib olgan mollar haqida nima deysan dedi. Ummaviylarni Abbosiylar o'ldirgan, qonun oqizgan, yurtdan haydagan, mollarni talon-taroj qilgan. Men agar u mollar ularning qo'lida harom bo'lgan bo'lsa, ya'ni harom yo'l bilan topishgan bo'lsa, ularga harom bo'lgan pul sizlarga ham harom bo'ladi. Agar ularning qo'lidagi mol ular uchun halol bo'lsa, sizlar ham faqatgina shar'iy yo'l bilan olsanglar sizlarga halol bo'ladi. Dedimda boshimga ketishini kutib turdim. Uchala javobi ham amirni xursand qiladigan javob emas edi. Uchala qilgan ishini ham noto'g'ri ekanligini bayon qildi. O'sha yerda turgan odamlar ham agar chopilsam, meni qonim sochilib kiyimlari, etaklari bo'yalib ketmasligi uchun etaklarini ko'tarib turishdi. Ammo birodarlar, qalblar Allohning qo'lida. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh yo'l beradi mushkuladan chiqib ketishlikka. Qatl qilmadi. Ketishlik izn berdi. Ortimdan amirning elchisi qo'lida 200 tilla dinorni ko'tarib kelib qo'limga tutdi. 200 dinor tilla pul berdi. Pulni oldimda shu yerdan jilmasdan turib faqir miskinlarga tarqatib yubordim. Amirning elchisi ham, askarlar ham qarab turishar edi. Bu ham birodarlar Imom Avzoiyni naqadar ulug' inson ekanligiga dalolat qiladi. Hamma kuch-qudrat Allohning qo'lida ekanini aniq bilgan odam hech kimdan, hech narsadan qo'rqmaydi. Ibn Kasir aytadi, ulamolar Avzoiyning Allohning yo'lida murobit, mujohid holida vafot etganida ixtilof qilmaydilar. 79 yoshda vafot etdi. Imom Avzoiy faqatgina o'zida ilmni jamlagan olimgina emas edi. Ha, ilm asosiy yo'li edi, lekin hayotni boshqa jabhalarini ham u zot beparvo tashlab qo'ygan emas. Biz ham shuna bo'lishimiz kerak, ukalar. Namozni o'qiymiz vaqtida, Qur'onni o'qiymiz, ilm bilan shug'ullanamiz, sport bilan ham shug'ullanamiz, hunarni ham qilamiz. Tushunarlimi? Bizda bir tomonlama bo'lib qolganmiz, bu katta xatoyimiz. Agar yana yuksak bo'lishni xolasak, ummatlarga peshvo bo'lishni xolasak, biz ummati Muhammadiyya tavozun bo'lishi kerak bilan bizning hayotimizda. Faqatgina ilmga ajralib olib, ilmni o'rgatib, hayotdan ajralib qolmagan edi bu kishi. Musulmonlar orasidagi fasodga nisbatan qattiq mavqifda turar edi. Zamonasida amri ma'ruf nahy munkar bilan mashhur edi. Aqulu qawli